sodir etilayotgan gunohlar insonni qalbida g'aflatni keltiradi. G'aflat esa qalbni qotiradi. Qalb qotishi esa bandani Allohdan uzoqlashtiradi. Bandani Allohdan uzoqlashishlik jahannamga olib boradi dedilar. Allohdan uzoqlashgan sari nimaga yaqinlashamiz? Jahannamga yaqinlashamiz. Jannatdan uzoqlashamiz. Alloh saqlasin. Demak, gunoh va ma'siyat ishlarida ham tark qilishimiz kerak, qalbimizni salomat saqlamoqchi bo'lsa. Har bir qilingan gunoh qalbga nima bo'ladi? Bir dog' bo'ladi. Qora dog' bo'ladi. Ana shu gunohlarimizni soni, adadi ko'payib borar ekan, qalbimizdagi dog'lar kengayib ko'payib boradi va bu qalbni o'rab oladi. Alloh saqlasin. Ana u qalb keyin hech narsani qabul qilmaydigan holatga kelib qoladi.